Birinchidan mazali, ikkinchidan to'yimli, uchinchidan esa juda ham barakali chiqadigan yumshoqqina medoviy tayyorlaymiz. Bu medoviyni yemabsizlar, bu dunyoga qozonchaga asal solib qaynab chiqqan asalimizga chayni sodani solib qizargachligini o'chirib, sariyog'imizni solib, alohida idishda tuxum shakar hamda chayni sodani oppoq qilib ko'pirtirib bo'lgan massaga asalli qorishmani qo'shib aralashtiramiz. Bir xil rangga kirgach ustidan un hamda razrixnitsa solamiz. Xuddi videodagidek ko'rinishda xamir tayyorlaymiz. Yog'lab olamiz hamda xamirimizni 2 soatga muzlatgichga olib qo'yamiz. Qo'yilib qotib olgan xamirimizni 5 bo'lakka bo'lib olamiz. Xamirlarimizni pergament ustiga yoyib, chetidan chiqqanlardan urvoq pishirib olamiz. Vilka uramiz hamda qizib turgan duxovkada 250 gradusda pishirib olamiz. Endi esa xohishga ko'ra krem tayyorlaymiz. Qaymoqli qaymoq va zg'ushonqani qo'yilguncha mikser qilamiz. Endi tayyor kremimizni korjlarimizga surib, xuddi shu ketma-ketlikda krem korj qilib yig'ib olamiz. Usti va yonlarini ham yaxshilab kremlab, blenderlangan urvoqlarimizni sepib olamiz. Bizda shunaqangi barakali bo'lgan yumshoqqina medovik tayyor. Hattoki o'zim ham bunaqa zo'r chiqishini umuman tasavvur qilmagan edim. Retseptlarga ham yoqadi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosamiz hamda yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Mazali yumshoqqina medovikni esa Yangi yil dasturxoni uchun albatta tayyorlab ko'ramiz. Hammaga yoqimli ishtaha.